Assalomu alaykum aziz obunachilar, navbatdagi videomiz Urganch shahrida biznesga qiziq bo'lgan mijozim uchun bir xonali kvartirani sotish. Hozirgi kunda bu kvartiramiz noturar, agar turar qilsangiz ham bo'ladi. Obunachilar yana kadastr ro'yxat qog'ozlari hamma o'zlari boyagi 2886 metr bo'ladi. Lokatsiyangizda Oqxodni yo'l Sanjar to'yxonadan Setobodan chapga qaralamiz ekan. Bog'i ham to'yxona bu tomondan yoki avto gilamlar xullas zo'r yerda joylashgan ekan. Shu yerda yana parkovkasi ham bor ekan, bir 20-30 mashina bemalol sig'adi ekan. Tayyor hamma o'zlari. Xolasansa turar qilsam bo'ladi. Turar qilish hech qanday muammo emas. Arzimon pulablan, lekin noturarda salgina rasota bo'ladi. Obunachilarimiz bu endi gullab yashnab turgan mesda edi bu. Endi obunachilar hamma biladi, Kapital bank shurdadi. Eng pul jollanib turgan yer edi. Bunda Kapital bank bosh kerak ko'chdi shuni. Sotchak hozir mulkiga. O'shalar ham o'zi stashga yetib kulib biroz rasot bo'lgan ekan. Xullas zo'r. Narxini aytib o'tamiz. Hisobob narxi. Obunachilar narxi 180 million so'm. Xullas, podvalam ega. Bu bino 3 qavatdan tashkil topgan. Do'rimiz yana bog'ir ham to'yxonamiz yangi to'yxonasi. Panoramli eshiklar qo'yilib o'tirgan ekan. Oyoq telami kofil bo'lgan. Oshxonamizda bu yerda bemalol gaz plitamiz, mo'ykamiz sig'adi. Fotolarni dekorativ niyatida tujinlab qo'yilgan. Oboyimiz atachen to'qilib, berimiz yana saunjelimiz, rakoynamiz, muntazamiz dush aytilgan ekan xullas. Bu tomonimizga kelsak-endi, shu xonamiz. Yana bemalol arzon narxda so'rab beradingizda 2 etajdan domladan birindagi obunachilarimiz yana notariyani ofislik deb yozilgan hamma o'zlari. Bemalol egalasa 180 million menchali arzon narxda bemalol kelib savdolasharsa mulk egasini ekranda qoldiramiz nomerlarni. Obunachilar faqat bizdan vaqtincha taklif berish. Yana ishlarimiz ham ko'rishlar mumkin. Obunachilar sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videoda görüşguncha.